أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Biz ilgirki derslerde kitabımızın birinci mezmunu usulut tefsirinin tefsirinin tefsir bilen tevilinin oturduğu farkla usulut tefsirinin temisi, nişanı ve derecesi qatarlıq mezmunlarını tüyetkendiğin keyin ikkinchi mezmunda neş'atu ilmu tefsir ve merahiluhu, yani tefsirininki paydo bo'lishi va uninki besib o'tgan bosqichlari to'g'riliq mezmunlarni so'zlab o'tgandik. Undan keyingi temada mufassirlarning, sahobalarning davridan tortib bugunga qadar mufassirlarninki oyatlarning tafsirida o'xshamagan ko'z qarashlarda ixtilof qilishningki sabablari, omillarini bayon qilib o'tgan. Hamda bugungi darsimizda, ya'ni darsimizningki 4-mazmunida asalibut tafsir, tafsirlarningki uslublari. Hamda o'ylanga ma'lum, biz diniy o'quvchi bo'lish bilan bir qancha xil tafsirlarni ko'rib baqsaq, bu tafsirlarningki mayli yozilish uslub jihatdan olsun yoki tafsir manbasiga asoslanish jihatdan olsun o'xshamaydi. Ba'zilar oyatni biraqlam yezib o'tib, shu oyatlarning umumiy mazmunini bayon qilib kelsa, ba'zida oyat shaklida oyatni kelib keyindan uning izohati, oyatni kelib uning keyin uning izohati, oyat tafsir bunda shaklda tafsir qiladigan tafsirlarning biridir. Ba'zida tafsirlar bir necha xil tafsirlarning o'tirini selishtirib, oyatlar bilan oyatlarni selishtirib, oyatlar bilan hadislarning o'tirini selishtirib, oxiriga yakunlab tafsir qilgan tafsirlar bor. Ba'zida tafsirlar oyatlarning ichidagi, suralarning ichidagi yoki Qur'onning ichidagi umumiy temalarni asos qilib turib, tema bo'ylab tafsir qilgan ahvollar bor. Buning asosan tafsirning uslublari bir necha xilga bo'linadi. Shu haqda bugungi darsda to'xtalamiz inshaalloh. Biz uslubut tafsirga kirishdan ilgari bu tafsir sohasida qo'llanayotgan bir atalg'ular, masalan uslubut tafsir, asalibut tafsir deymiz, manahijut tafsir deymiz, turuqut tafsir deymiz. Mushu atalg'ular aslida kelib chiqqan atalg'ular, qaysi atalg'u qaysi mazmunga qartildi, mush to'g'risida ozroq to'xtalib o'tamiz. Abdur davatuda يتداول كثير من الباحثين في أصول التفسير ومناهجه بعض المصطلحات الحديثة في علم التفسير ومنها usul tafsir haqida bahs olib boradiganlarning ko'pinchisi, usul tafsir va usul tafsirning prinsiplari haqida bahs olib boradiganlarning ko'pinchisi bir qism yangi atalg'ularni ilm tafsirida qo'llanishidi. Shu atalg'ularning ichidan birisi ittijoh degan mafhumlarni va atalg'ularni anglaymiz. İkincisi el-manhaj, üçüncüsü uslub yoki nima tariqa. Yani bu ittijohut tafsir desa, tafsirninki yuzlangan nishoni, yo'li qaysi xil shaklda mang'andadir. Yani munaqshat qilgan vaqtda mufassir o'zining tafsirisidan nimani ko'zlab mang'atadi? Qaysi tarafga qarab mang'atadi? Tafsir yozishdan maqsadi ahkamlarni bayon qilishmi, aqida bayon qilishmi? Aqida bayon qilsa, ahli sunnah aqidasini bayon qilishmi yoki shi'ning aqidasini bayon qilishmi? Ondan keyin manhaj degani tafsir qilish jarayonida asoslangan tafsir manbasini ko'rsatadigan. Ondan keyin uslub yoki tariqa degani dal tafsirni bayonman degandek tafsir qilish, tafsir uslub, ya'ni qo'llanilgan uslub. Qanday tafsir qiladi? Oyatlarni butun so'zlab o'tib, ondan keyin tafsir so'zlamni yoki oyat tafsir mana shaklda. Mana boshqa shakllar. Wal haqiqa amaliyatda anna tilkum al-kalimat al-thalatha yuqoridagi 3 so'z, mayli ittijoh, manhaj, uslub qatorliq 3 so'z mustalahat haditha, yangi atalg'ular bo'lib, la takadu tajidu laha zakiran inda ashab ad-dirasat al-qur'aniyya al-awail. Yani ilgirki Qur'on tadqiqot sohiblarining qashida bu atalg'ularni tilga olganlarni asosan topolmaysiz. La tajid laha zakiran inda ashab ad-dirasat al-qur'an al-awail. Hatta mushu atalg'ularning sohiblarimi mush yangi zamonda la takadu tajiduhum yattafiquna ala ma'nan wahid likulli minha. İttijoh degan nima, manhaj degan nima, uslub degan nima, mushu yangi zamondagi shu atalg'ularning sohiblarimi ulardan har birininki ma'nosi nima, buningga ittifoq kelganligini asosan topolmaysiz. Ya'ni demakchi o'g'ini bu atalg'ular bir atalg'u, ammo qo'llanish jihatda ba'zilar ma atalg'uni a mazmun qo'llansa, ba'zilar ma atalg'uni a mazmun qo'llanadi. Demak, qo'llanish jihatda har xil ma'nolarda.
وَلِهَذَا şunlaşqa siz ulanın köpünçisininki ma sözülen bir qetim bir ma'nani ma sözülen ifadelegenligini görürsünüz ve bil ukhra yeni bir qetim yeni bir mazmundan yeni bir sözle ifade. Mesela ma bir mufassir ittijah degende ma ma'na qo'llansa, yeni bir mufassirninki ma ma'naga ittijahdan boshqa atalg'u qo'llanganligini. Ma mufassir tariqa degende bir ma'na qo'llansa, yeni bir mufassir uslub degende shu tariqa qo'l degende xil atalg'u tahi muqim turaqliq birlik kemaklik. Ve tara ahirin yani başkalarının şu ulamalarning ichidan u 3 atalg'udan her bir atalg'uga bir ta'rifatni so'zlaganligini ko'rsangiz, ularning boshqalarining bu ta'rifatning g'ayrini boshqacha tushuntirganligini ko'rasiz. Demak, xulosalasa yuqoridagi 3 atalg'u taxam muqimlashgan atalg'u emas. Endi Abdur o'zining ko'z qarashini bayon qilib, "Vallazi ara", ya'ni men to'g'ri deb qaraydigan ko'z qarash nima desa, ittijah degan nima? Al-ittijah huwa al-hadaf الذي يتجه إليه المفسرون في تفاسيرهم ويجعلونه نسب أعينهم وهم يكتبون ما يكتبون. اتجاه degani nima desa, mufassirlar o'zining tafsirisida shunga qarab ketayotgan nishon va ular yozayotgan vaqtning o'zida va hum yaktubuna ma yaktubun degani yozayotgan vaqtning o'zida ko'z nishoni qilgan yo'linish nishonni ittijah deymiz. Endi do'qqa bir tafsir yozgan odam o'zining tafsirisida ma'lum bir nishonni ko'zlab yozadi. Ya fiqh ahkomlarni ko'zlaydi, oxirisida yoki bir ijtimoiy masalalarni ko'zlaydi, yo siyosiy masalalarni ko'zlaydi, yoki ahkom, amaliy ahkomlarni ko'zlaydi va yoki aqidiy ahkomlarni ko'zlaydi. O'sha nishon shu tafsirning nimasi ittijohi esa. Masalan, Sayyid Qutb rahimahulloh o'zining tafsiri fi zilalul Qur'onni isloh al-ijtimoiy, al-isloh al-ijtimoiy nishonini ko'zlab yozgan bo'lg'achqa, tafsirining ittijohi isloh, ya'ni islohot. Onda başka tefsirler mesela. Ahkamul Kur'an dese tefsirini yazgıcının, mufassirininki göz karışı yani nişanı, şu tefsirini yazıştığın nişanı Kur'an'daki hüküm ayetlerini bayan kılışı o açıkta tefsirinin isticahi nimo? El-ahkam el-ameliye. Şunun okşuğun başka tefsirlerin ahvalımı şu. Ama menhec deginimiz muşu planlangan, mersum degini sizilgan, nişanga ep baradigan yol ne? Biz menhec deymiz. Yani muşu nişan geçişte qandaq şekilde yazdı tefsirni, qaysi uslub bilan yazdı. İnşallah ko'ramiz bu haqda mı. Ama tariqa deganimiz uslub şu ikisi şu. Yani bu uslub deganimiz mufassir şu o'zi nishon qilgan nishon yoki yo'linishga ep boradigan manhajda mangan vaqtida. Yani bir nishonni ko'zlab mangdi ittijahni, ma'lum yo'lda mangdi. Yani mushu yo'lda qaysi shaklda mangadi. Masalan, aqidani ko'zlab bir tafsirdan birini yazdı. Tefsirini ya tefsiri bil ma'sur şekilde yazdı menhec cihatta. Yani eserge tayinib tefsir qildigan yazdı yoki dirayat, ijtihad tayinib tefsir qildigan şekil bu menhecni tanlab. En uslub cihatta qanday şekilde yazdı? En axırgi uslub. Men endi buni izohlashni bir misol keltiray. Bir jamoat ma'lum bir shaharga safar qilishni maqsad qilib mang'atdi. Bular deydi. Mang'di yo'lga chiqadi, fantalaqu. Ularning yo'linishi dal ash-shahar. Bularning nishoni bir jamoat bir shaharga qarab mangdi. Masalan, bizning Urumchi desa, janubdan Urumchiga mangdi. Bu jamoatning o'rtaq ittijohi Urumchi bo'ldi. Lekin bular o'xshamagan manhajda mangdi. Ba'zi ya tezroq vaqti joyida aeroplanni mangdi, havo yo'lini tanladi. Ba'zilar sayohat qilib mangdi deb quruq yo'lni tanladi. Shunda o'tadi. Lekin ular o'xshamagan manhajda o'xshamagan yo'lda mangdi. Ulardan birinchi quruqlik yo'lda manganlar va ulardan ikkinchi yo'lda manganlar va ulardan Javvan havoda safar qilganlar va aeroplan, ulardan bahran dengiz safar qilganlar va ba'zilar aeroplanni tanlaydi. Chunki vaqtim qis. Ba'zilar sayohat qilmaganmiz, quruqlikni tanlaydi. Quruqlikni tanlagandimi, ba'zilar tarimning yo'lini tanlasa, ba'zilar ko'ni yo'lni tanlaydi. Shunga o'xshashlanadi ekan. İttijah shunga o'xshagan, manhaj shunga o'xshagan masala. Ondan boshqa. Demak, Mavlaning hammasi bir ittijah qarab mangan manahijlar. Hadihi kulluha manahij littijahi vahid. Bir ittijahni ko'zlab mangan manahijlar. Ammo tariqa uslub degan nima desa, dal manga vaqt ashkal. Qanday mangadi desa, ammo tariqa deganimiz manda vaqt ashkar bo'ladi. Ya'ni tazhar hayf degani tuandik vaqt ashkar bo'ladi. Ya'ni Mavlaning biri nishonga bevosita yuzlanib mangdiki, mening ishim aldirash, men jiddiyroq udulmangay deb mashinasini shu bir haydigan pete shaharda sayohat qilmadi, u yoqqa qaramadi, bu yoqqa qaramadi, boshqa ishlarni qilmadi, udullarni nishonga mangdi. Mana bir uslubni mangdi. Boshqalar o'zining sayohatini safar qildiki, biri aram oladigan joydan o'zsalar aram oldi. Aldirmay shaharlarda tushib, bog'chilarda tushib,
Birer şehir yoki birer kentdan o'tsa, shu shahar kentda cho'galdi. Birer bog'cha yoki bog'dan o'tsa, o'zlarining kunlarini, sahobat yawmin degan shu kunusning buluti degan gap, kunlarini shu yerda o'tkazdi, yaqdun. Birer jilg'a yoki tog'dan o'tsa, uning ta'ammul qilishdan ko'zni toshqaz degan gap qaridi. Yeni bir bo'laklar manga tuqqanlarni yo'qlatmanglar deb shahar-shaharga do'st tuqqanlarini yo'qlatmangdi. Demak, Mavla o'zining nishon, maqsadlik nishoniga iboradigan yo'lda mang'at mush ishlarni qildi. Buni yiroqlab ketmagan asosda. Mana Mao uslub deymiz. Yuqoridagi misollarni tafsirga qanaq baqil, tadbiqlab baqil. Fa in shi'ta tadbiqahu ala tafsir. Endi ma yuqoridagi misolni tafsirga tadbiqlashni xohlasan, buning bayoni manda. Fa bayanu zalik manda. Hadaf yoki ittija ikkiz atalg'i o'xshash atalg'i. Bir aqida masalasi, ya shu aqidani muqarrarlashtirish, ya aqidaning yo'llarini bayon qilish, uni mudofaa qilish va shuning munosabatlik masala. Do'qqi baya. Bir odam tafsir yozgan vaqtda tafsirning eng oxirgi muqarrarlashtirmoqchi bo'lgan, erishmoqchi bo'lgan nishoni aqida bo'lib qolsa, tafsirning ittijohi aqida bo'ladi. Tafsirni yozgan odam tafsirning eng oxirisida fiqh masalalarga erishmoqchi bo'lsa, tafsirning nishoni, hadafsi, ittijohi ahkam masalalar bo'ladi. Tafsirni yozmoqchi bo'lgan odam tafsirning nishoni, maqsadi jamiyatni isloh qilish. Bunda bo'lib qolsa, tafsirning hadafi, nishoni nima bo'ladi? Ijtimoiy, ya'ni islohiy tafsir bo'ladi. Mana mushun hadaf bir qancha tafsirlarda oshkor bo'ldi. Ko'z oldimizda masalan nurg'un tafsirlar va safla fiqh. Nurg'un tafsirlar va ijtimoiy islohot. Fiqh tafsirlarda ijtimoiy islohotga chaqilmoqliq. Ijtimoiy tafsirlarda fiqh mazmunlarga chaqilmoqliq masalan. Unda mush tafsirlarning ittijohi ya al-ittijah aqadiy. Agar aqadiy tafsir bo'lib qolsa, agar fiqh masalani nishon qilgan tafsir bo'lib qolsa, al-ittijah al-fiqh. Agar bayat degandek ijtimoiy islohot masalani nishon qilgan tafsir bo'lib qolsa, al-ittijah al-islahiy, ya'ni islahiy, ya'ni ijtimoiy bo'lib, bunda nishon belgilangan gap. Endi mayli qaysi bo'lib qolsin, qaysi nishon tanlasin, bir mushu mufassirlardan birsi mushu aqidani muqarrarlashni xos yo'lda mang'adi-da. Aqidaning ichiga ma'lum birini tanlaydi. Ya'ni ya ahli sunniy odam ahli sunniy aqidasini oxiriga chiqarmoqchi, ya shi'i odam shi'i aqidasini muqarrarlashtirmoqchi, ya mo'tazili odam tafsir kashfga o'xshash mo'tazili aqidasini o'tirib tashlamoqchi. Ya'ni ularning biri salaf aqidasi ahli sunniy val jamoaning aqidasi mang'adi, uning manhaj ahli sunniy val jamoa bo'ladi. Yoki odam fiqh tafsir olib qolsa, ittijohi Hanafi fiqhsi mang'adi, madamning manhaji Hanafi fiqhsi bo'ladi. Ya Shafi'i fiqhsi mang'adi, bu odamning manhaji Shafi'i fiqh bo'ladi. Ammo yana birlari Shi'a aqidasi mang'adi, buning manhaji mana Shi'a bo'ladi. Yana birisi yasluk salit, uchinchisi Mu'tazilaning prinsiplari yo'llarida mang'adi, buning manhaji Mu'tazilaning prinsipi bo'ladi. To'rtinchisi Sufining prinsipida mang'adi, buning manhaji Suf. Demak, mana shunday o'xshashlar masala. Xo'sh, endi yo'lni tanlab bo'ldi. Ittijahni avval tanladik, ikkinchi qitim yo'lni tanladik. Endi Mavlaning tafsiridagi yo'llari xilma-xil. Balki taqib bir manhajning ashablarining yo'llari xil-xil. Ba'zilar fayabda'u ahaduhum bin-nass awwalan degani, ularning biri avval Qur'onning nasni keltirib, ondan keyin so'zliklarni bayon qilib, xuddi sifat tafsirga o'xshash. Ondan keyin oyatning ijmoliy ma'nolarini bayon qilib, ondan keyin hukmlarini chiqarib, oyatni Qur'ondagi tartib bo'yicha boshdan sur Fatihadan nasqacha tafsir qilib oxiriga tushdi. Bu bir xil. Va yana birisi buningdan va yaxtarifu oxir. Sal o'xshamaydiganroq bo'ladi. Avval oyatning hammini bir tilga olib, ondan keyin mufradatlarning o'tirini kirishtirib, oyat nasning ijmoliy ma'nolar mufradatlarning hammini biriktirib, munda tafsir qiladi. Yana birisi bir masalani o'z ichiga olgan xilma-xil tarqoq oyatlarni biriga ekilib, ijmo' to'plab, bularni mushafdagi tartibiga rioya qilmasdan tafsir qiladi degani sur Fatihad nasgacha emas, tema bo'ylab tafsir qiladi. Chunki uning ko'ngil berishi tema Qur'ondagi tartib emas. Ba'zi mufassir o'zining ra'yiga ham to'xtaydi degani, o'zining ijtihodiga ham tafsir qiladi. Buni biz tafsir bil ijtihod yoki tafsir bir ra'y deymiz. Ba'zida mufassirlarning tafsirini akilib, o'tirini solishtiradi, tafsir muqorin deymiz. Ondan keyin solishtirib bo'lgandan keyin shu fikrlardan asah deb qaraganlarini tanlaydi. Demak, ma'noning hammasi mufassirning yo'li yoki mufassirning asalibi deb maqsad qilayotgan narsa mana ma'vo. Bizning bugungi dars dal 3 xil atalg'uning ichidagi asalibul tafsir. Ya'ni mufassir tafsiri yozgan vaqtda qo'llanadigan uslub, shakl. Masalan, o'quvchilarimiz o'qib baqaqlab, sifat tafsirining uslubi o'xshamaydi. Ibn Kasirning uslubi o'xshamaydi.
Tabariyning uslubi ham o'xshamaydi. Kashshafning uslubi o'xshamaydi. Fizlalul Qur'onning uslubi o'xshamaydi. Bular hammasi o'zgacha uslubda ma'nolar. Bularning hammasi uslubininki ismuva, hammasi qanaqdir xohlagan ma'noga emas. Cho'qim bir uslublarga tushdi. Va la'allahu ba'da hada balkim yuqoridagi izohatdan keyin 3 atalg'u, ya'ni ittija, al-manhaj, al-uslub degan 3 atalg'uning o'rtasidagi farq oydinlashgan bo'lishi mumkin. Ham ish ashtagan bo'lsa, idza kana al-amru maqsadga kelsak, fa inna ma ya'nina huna degani bu yerda bizga muhim bo'lgani, bizning maqsad qilganimiz, ma ya'nina huna bizga maqsad bo'lgani dal tafsirining uslublarini bayon qilish. Chunki bugungi darsimiz al-salibut tafsir. Qanaqdir turuqut tafsir yoki manhajut tafsir inshaalloh keyingi dars, bugungi dars emas. Bugungi darsning asosiy temasi as-salibut tafsir. Unda o'g'anda o'zimizning gapiga kelsak, walil mufassirin fit tafsir. Mufassirlarning tafsirida asalib arba'a. 4 xil misva uslubi bor. Bu 4 xil uslubning birinchisi at-tafsir at-tahlili, ya'ni tahlil xarakterli tafsir, ya'ni oyatan tafsir qilgan tafsir. Hozir yo'lga ixchaq tushunib qo'ysam, ixcham. Ikkinchisi tafsir al-ijmali, ya'ni ixcham shaklda tafsir qilish. Ana oyatan emas, balki oyatlarni, bir necha oyatlarni to'plab shularning ma'nosini o'rtaq aplam tashlaydigan tafsir. Uchinchisi tafsir muqorinki selishtirma tafsir. Selishtirib bularning tafsiloti chiqadi inshaalloh. To'rtinchisi tafsir al-muqanim, mavdu'i, tema xarakterli tafsirda 4 xil uslub bor. Birinchisidan kelaylik, at-tafsir at-tahlili deganimiz mufassir oyatlarni Qur'ondagi tartib bo'yicha qana qiladi, iz qo'g'lab tafsir qiladi. Yatatabba'u degan iz qo'g'lab tafsir qiladi. Ya'ni tafsirining 5 sura Fatihadan boshlansa, oxirisi sura Nasda to'xtaydi. Oyatlarmi shu? Birinchi oyat, ikkinchi oyat, uchinchi oyat, to'rtinchi oyatdan, ya'ni oyatan tafsir qiladi. Savaun mayli oyatlarning bir bo'laklarini oqa-oqidan tafsir qilsin yoki Qur'onni Karim butun bir surani tafsir qilsin yoki butun Qur'on tafsir qilsin, har holda tartibga bo'ysunadi. Oyat mayli suraning tartibiga bo'lsin yoki oyat tartibiga bo'lsin, tartibga bo'ysunadi. Ondan keyin har oyatga munosabatlik shu oyatning so'zlarining ma'nolarini bayon qiladi, so'zlik ekeladi, xuddi safat tafsirga o'xshash. Shuningdek balog'at yo'llarini bayon qiladi, u suraning tush sabablarini bayon qiladi, suraning ahkomlarini, suraning ma'no va shunga o'xshagan mazmunlarni bir-birlab qila olgancha qiladi. Safat tafsir bilan tirik misoli. Safat tafsir. Ammo uslubning alohidligi bir qancha farqlar bilan farqlanib turdi. Shu farqlardan birisi bu tafsirning qadimgi uslubiki Payg'ambar alayhisolamning sahobalariga ash shaklda. Sahobalarning shogirdlari bo'lgan tabiinlar shu shaklda. Sahobalar o'zaro shu shaklda, tabiinlar o'zaro shu shaklda tafsir qildi. Ya'ni oyatan ma'no. Chunki tafsir birinchi paydo bo'lgan vaqtida oqa oyatlarni tafsiri o'z ichiga oladi. Mushu oyatlarning mufassir uning g'ayriga shuning ma'nolarini bilib o'tganga qadar o'tib ketmaydi. Demak, oyatan tafsir qildi. Mushu nuqtani Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhu bayon qilib, Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhu bayon qilib deydi: "Kana ar-rajulu minna idza ta'allama 10 ayat lam yujawizuhunna hatta ya'rifa ma'anihinna wal 'amala bihinna." Aramizdan bir odam 10 oyat o'rgansa, shu 10 oyatning g'ayriga, shu 10 oyatning ma'nolarini bilib, shularga amal qilganga qadar o'tib ketmaydi degina. Ya'ni oyatlarni oyatan tafsir qildi demakchi. Undan boshqa Abu Abdurrahman as-Sulami rahimahulloh rivoyat qilib, bu hadisni biz oldin qatim o'qidik-ku. Bizga Qur'on o'qitadigan kishilar so'zlab berdi. Ya'ni bular Payg'ambar alayhisolamdan Qur'on o'qishni talab qiladi, o'rgatdi. Bular 10 oyat o'rgansa, 10 oyatga tiki amal qilganga qadar o'tib ketmaydi deb kelib, mushlar deb deganki, biz Qur'on amalni bilganga. Demak, hadisdan bizga hozir mushu masalada dalil bo'ldigini nima desa, Qur'on o'rganishda, Qur'onning ma'nosini tushunishda oyatan tushunadi demakchi. Oyatan. Mana bu dal tabiinlar shuni bilan sahobalarning tafsirini o'rgangan yo'l. Tabiinlar shuni bilan sahobalarning tafsirini o'rgangan yo'l. Xuddi Mujohid o'zining tafsir o'rganish ahvolini bayon qilib, men Mushafni Ibn Abbosga 3 qitim to'g'rilab o'tdim, boshdan oxir deydi. Ya'ni Fatihaning xotimizgacha. Ibn Abbosni har oyatda shu Mushafdan to'xtatib, shu Ibn Abbosni shu oyat to'g'rilab so'rab o'tkazma deydi. Demak, oyatan degan. Bu birinchi alohidlik. Ikkinchi alohidlik ma'uslub, ya'ni tafsir ijmalining uslubi
tafsirlardagi asarlarning, kitoblardagi ko'pincha uslubga asosan ko'p sonliq tafsirlar mush xil shaklda yozilgan. Ya'ni donliq tafsirlar, muhim tafsirlar, mayli qadim hadisda bo'lsin, mush uslubda yozilgan tafsir Tabari deymiz, tafsir Xozin deymiz, tafsir Thu'alabi deymiz, Wahidi, Bag'avi, Ibn Atiya, Shawkani, Ibn Kasir va undan boshqa tafsirlar asosan mush uslubda. Ya'ni oyatan tafsir qiladi. Bu ikkinchi alohidligi. Üçüncü alohidligi mufassirlar mahildagi tafsirda ijozdan istinobni o'tirdi farqlanadiganini, mush tafsir tahlili bir to'pliqlarimi bor. Tafsir Jalalaynga o'xshash 10 to'plamlarimiz bor, masalan tafsir Tabariga o'xshash. Bu hajmi zo'r yozilgan tafsirlar bor, qisqa yozilgan tafsirlar bor demakchi. Ya'ni tafsirlarning ichidan bir mujalladlik tafsirda borki, shuningdagi Qur'oni Karimning butun nasrlarni qo'shib, tafsirlarning ichidan 30 mujalladdan ortiq tafsirlar bor. Bu 3-chi alohidligi. 4-chi alohidligi ma uslubdagi mufassirlarning o'tiridagi farq nayt ro'shan, masalan ittijoh tarafdan manhaj taraf. Masalan, ularning ichida o'zining tafsirisida tafsir ma'sur va salaf imomlardan bo'lgan naqlini shart qilgan, ahli sunna val jamoaning yo'llarini shart qilgan mandaqlar borki, mush xil tafsirini mush buncha yozganlarim bor. Ularning ichidan boshqa mazhablarning manhajlarini shart qilganlarim bor. Bularning ichidan o'ziga yo'lni kengroq qo'yib o'tib, tarixlarda, qissalarda, isroiliyatda kengroq so'zlaganlarim bor. Bularning ichidan balog'at, bayonning yo'llariga ko'ngil bo'lganlarim bor. Ya'ni mufassirlar ichidan ahkom oyatlarida nihoyatda kengayganlarim bor. Bularning ichidan kavniyat oyatlarga, koinotga munosabatlik va ilmiy tafsirlarga ko'ngil bo'lganlarim bor. Hatto bularning ichidan grammatik masalalarida kengroq so'zlagan, istitroda degani kengroq so'zlaganlarim bor. Ya'ni bularning ichidan ilmi kalom, falsafa va undan boshqa so'polar munosabatlik atalg'ularda kengaygan. Demak, har xil mazhablarning hammasi bu xil uslub bilan tafsir yozgan ahvollar bor. Demak, ma uslub mayli asar yozilgan asarining hajmi jihatda yoki soni jihatda yoki mushu sohada asar yozgan kishilarningki o'xshamagan mazhabdagi bo'lish jihatda uslublarning eng ko'p qo'llaniladigan, eng doirasi keng uslublarning birisi. Mana ma'qildagi tafsir gerçi bir qancha manhajning o'tirini o'z ichiga olsa-mu, lekin tafsir tahlili deydi. Ya'ni bu yerdagi tafsir tahlil degan nom nimaga asoslanib qo'ygan nom desa, oyatning birligiga. Ya'ni mushu yuqoridagi xilma-xil manhajdagi tafsir, xilma-xil turuqdagi tafsir bo'lsin, lekin tafsir qilgan vaqtdagi uslubi oyatdan bo'lsa, mushu nuqtadan buni tafsir tahlili deb atashgan tamoman bo'ladi. Bu yuqoridagi tafsir tahlili to'g'riliq ma'lumotlarning umumisi. Ikkinchi uslubi tafsir, biz yuqorida asaliy bu tafsirni nachididoq, to'didoq emasmi? Tafsir tahlili, ondan keyin tafsir ijmali, ondan keyin tafsir muqarin, ondan keyin tafsir mavdu'iy. Yuqoridagi tafsir nima? Tahlilini bayon qilib o'tdik. Endi ikkinchisi tafsir ijmali. Bismillah chiqib turibdi, tafsir ijmali degan oyatning ixcham ma'nosini bayon qiladigan tafsir hisoblanadi. U o'simi va huwa al-uslub allazi ya'tamidu fihi al-mufassir, yoki ya'madu fihi al-mufassir. Bu shunday bir uslubki, bu uslubda mufassir Qur'on oyatlarining qishiga Qur'ondagi tartib bo'yicha keladigan, ya'ni bu tafsirning tartibi sura nasdan boshlanib, sura Fatihadan boshlanib nas to'xtaydi. Oyatlar tartibiga bo'ysunadi, Qur'onning tartibiga. Da shu mushafdagi oyatlardagi jumlaning ma'nosini, shu jumla nishon qilgan nishonlarni ko'zlagan asosda bayon qiladiki, umumiy mazmunini. Ashuni o'zining alfozlaridan bo'lgan iboratlar bilan ifodalaydi. Nimishqa tushunish qulay bo'lsin, maqsadlar oydinlashsin, anglovchi yoki o'quvchiga nisbatan. Demak, oyatlarning umumisidan bir birlik oyatlarni, masalan 10 oyatni akablar, 10 oyatning bir maqsadlarini chiqiblar, umumiy maqsadni chiqarib turadi. Masalan, xuddi tabbat yada abi lahab va tab deb suraning oxirigacha o'qib qolib, bu oyatda Abi Lahab va uning suxanchilik qilgan ayoliningki, bularning payg'ambar alayhisolamning da'vatiga qilgan to'sqinligi tufaylidan jahannamda hukm qilingan deblar tafsir qilib bergandek. Qandaqdir Abi Lahabning quli qurib ketdi, u do'zaxga kirdi, uni o'tin kirib olgan ayoli deb bunda oyatdan emas, xulosalab tafsir qilgan oyat. Iza jaa nasrulloh val fath va ra'aytan nas yadkhuluna fi dinillahi afwajan degan oyatni akablikanda oyatdan tafsir qilmasimi? Demak, Alloh musulmonlar g'alaba topgan vaqtda musulmonlar Allohga tasbih aytishi kerak, gunohlardan tavba qilishi kerak. Chunki Alloh gunohni mag'firat qildigan. Payg'ambar alayhisolam shunday xitob qildi, musulmonlarga nisbatan payg'ambar ulga deb lam oyatning ixcham ma'nosini tafsir qilish. Va bi ibaratun ukhra, yana bir iborat bilan degan vaqtimizda tafsir ijmoli degan nima desa, mufassir Qur'onningki sura
nizam bağlanışchanligiga rioya qiladi degani surini bo'ylab tafsir qiladi. Lekin bu surini oyatlardan bir to'plag'i bo'ladi. Avval maqsad bo'yicha. Maqsadlik 10 oyatni bir yerga, maqsadlik 10 oyatni bir yerga, maqsadlik 10 oyatni bir yerga to'plab oladi. Ve her topni shuning ma'nolarini tafsir qilishlar ijmoliy shaklda oyatning maqsadlarini oshkorlab, o'tirg'i qo'yib, ma'nolarini izohlab, nishonlarini oshkorlab tafsir qiladi va oyatlarning alfozlarining ba'zisini nas bilan tafsirni o'tirib robit qiladiki, tafsirni dab ketib bilan oyatlarni bilan akab qo'yadi. Ya'ni shuning bilan pat-pat baynal payna va uxro degani pat-pat Qur'on naslining alfozlarining bir nasini shuna akab qo'yadi. Nimishqa o'qigan yoki anglovchiga tafsirida Qur'onning nas siyoqini yaraqlab ketmadi. Alfozlarini bir yerga tashlab etmadi, iboratlaridan chetnab ketmadi va o'zi bo'lgan shu naslni tafsir qilishda o'zi bo'lgan, ya'ni bildirib maya keldik, pukuniya keldik degandek bir hukmni ifodalash uchun bak yiroq ketmaydi. Akab qo'yadi. Tafsir ijmoliy odatda ma'naviy tarjimaga bakroq o'xshaydi. Xuddi bizning Uyg'urcha Qur'on desa, Qur'onning umum mazmunlarini yig'ib tarjima qildi emasmi? Garchilikqa tarjimaga oyatdan rioya qilsin, lekin Muhammad Salih Damollamning 29-30 parini tafsir qilgan bir tafsiri bor. Shu tafsir asosan ijmoliy tafsirga o'xshab ketadi. Yani bu ma'naviy tarjimada mutarajjim alfozlarga rioya qilmaydi, ishora qilmaydi, faqat maqsad nima bo'lsa, oyatning umum ma'nosini bayon qilishni maqsad qiladi. Ba'zi oyatning umum ma'nosiga zarurat, ehtiyoj, chaqagan mazmunlarni qo'shib qo'ydi, masalan, sababu nuzul qissasini o'xshagan. Demak, oyatning ixcham ma'nolarini elishni inshaalloh ma'noda ma tafsirda Ma'qildagi tafsir ko'p qo'llanadigan o'rin asosan radio, televizorlarda so'zlaydiganlar, nimishqa umumiy kishilarning idrokotiga mos keladi bu. Chunki umumiy kishilar ma'noning fa'ili qaysi, ma'noning zamiri qaysi, oyatlar ma'noda munot ya uni tushunib olmaydi. Faqat oyatning umumiy nima demakchi, mushunda gapirishga kishilarning idrokoti mos keladi emasmi? Va u tafsirninki avomninki tushunchalaridan yuqori keladigan bir tadqiqot masalalarga cho'kmaganlik uchun ko'pincha televizor, radio so'zlaydiganlar maqal tafsirini ishlatadi. Undan boshqa bu tafsir ham tilovat lentilarining ba'zisiga izohlama muqaddima shaklda anglovchiga shu tuvanda tilovat qilingan Qur'oni Karimning naslidagi mazmunlarni tushunish qulay bo'lsin uchun umumiy fikr beradiganga tilovatning oldida tuvanda pukuni qarim, pukuniyatni pukuniyak tafsir qiladi. Bu oyatning mazmuni mandaq mazmun bor. Ya'ni bu oyat mandaq mazmunlarni o'z ichiga olgan deb ixcham shaklda mandaq qo'llanadigan gap. Mushu xil yozilgan tafsirlardan yozilgan, mushu xil uslub bo'yicha yozilgan tafsir sohasidagi asarlarning misollaridan birisi Abdurrahmon Sa'diyninki tafsir Kalamul Mannan degan tafsiri. Bu bizning yurtimizda ham hali ko'p qo'llanadi. Andan Taysir fi ahadis tafsir degan tafsir. Üçüncüsü tefsir el-ecza el-ashratul ula Mahmud Shaltutning. Onda boshqa tafsirlarmi bor. Qolganini o'zimiz bunday qarab baqsak, oyatlarni oyatdan tadqiqot, nahviy, grammatiklik, balog'atlik tadqiqotlarga cho'kmay, faqat oyatning umum mazmunini, ixcham mazmunini avomin nasning idrokotiga mos shaklda bayon qilish, nishon qilingan tafsirlar yoki shunda uslub qo'llangan tafsirlar tafsirining bo'ladi. Tafsir ijmoliy deb qo'yamiz. Bu biz bayon qilayotgan asaliy bu tafsirdagi tafsir uslublarining 4 uslubninki natijasi ikkinchisi. Bugungi darsimiz mushayda oxirlashadi. Inshaalloh ikkinchi uslub, uchinchi uslub tafsirul muqorin, to'rtinchi uslub tafsir mavduini inshaalloh kelak soatlik darsda so'zlaymiz. Bugun mushuni bilan kifoyalaymiz. Va oxiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin.